Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Bu programımızda Allah'ın rahmeti ve yardımına eriş için nima qilishimiz kerak? Düşmanga qaqshtish, zarba berish faoliyatlariga chiqqanning foydasi bormi? Allohning dargohida eng yaxshi mukofot berilgan amallar qaysi? Düşmanga zarba berish harakatlariga davomli hamma kishi chiqish kerakmi degan savollarga javob berishga tirishimiz. Bu savollarning javobi qiziqsanglar, Sura Tövbe'nin 119. 120. 121. 122. ayetlerini birge anlayla ve birge fikir mulahaza yürgüzeyle. Qani merhamet. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Allah Teala Sura Tövbe'nin 119. ayetinde ey iman etkan bendilerim Allah'tan korkunla ve rastçılığa bilen birgi bulunla deydi. Allah'tan korkuş, rastçılığa bilen birgi buluş, rastçılığa bilen bir septe turuş insanın ki bu dünyada Allah'ın yardımına erişişinin ve Allah'ın ki rahmeti ve yardımına erişişinin ki kapaleti ahirette cennetken ayrı buluşun kapaletidir. Hakiki mümin bu Allah'ın korkuş, rastçılığı buluş ve rastçılığa bilen bir septe turuş hakiki müminlerin hisleti. Bu dünyada Allah'ın ki rahmeti ve yardımına erişişinin ahirette Allah'ın cennetine nail buluşun kapaleti. Rastçıl buluş ve rastçılığa bilen bir septe turuş yaxşılık cennetke başlaydı. Yalğançılık ve yalğançılığa bilen bir septe turuş asilik dözek elip barıdı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisinde rastçıl bulunla çünkü rastçılık yaxşılık cennetke başlaydı. Kim hemişe rastçıl bolsa hatta şu rastçılıkını davamlaştırırsa ahir o kişi Allah'ın dergahida rastçıl bulup yazılıdı. Yalğançılıktan sakınanlar, yalğançılık, yamallıkka, asilik dozak elip barıdı. Bir adam davamlıq yalğançılık qiliverse, yalğançılıkını taşlamasa, ahir Allah'ın dergahida yalğançı deb yazılıdı degen. İkinci mühim nokta, Allah yolunda uçurgan ussuzluk bolsun, açlık bolsun, japa muşaqqat bolsun, düşmanның açığını keltirdigan, qaqıştırdigan, xapılık salıdigan, zarba berdigan her bir söz hareket, her bir qadam, düşman üstüne erişken her bir g'alaba Allah'ın dargahida savabı çoğ ibadet ve cihat bulup, amellerinin en kattisi İslam diyarının düşman xaristlerini müdafaa qilishning ve adalet barpo qilishning asosli amili hisoblanadi. Shuni ahirda eskartish zarurki, har qanday savobli ish, har qanday ibodat minnet qilish, taptani qilish, aziyat qilish qatorliq illatlar bilan uning savobi bekor bo'lib ketadi. Bu oyatlarning 3-chi muhim nuqtalari az bo'lsin yoki ko'p bo'lsin Alloh yo'lida pul mol sarf qilish, düşmanga zarb berish yo'lida
basqan har bir musofa Allohning dargohida eng yaxshi mukofot berilgan amallardir. Dunyoda nurg'on insonlar yaxshi mukofoti va yaxshi ajr va bir ibodatni qilsam deydi. Bu eng yaxshi savob bo'ladigan ish. Alloh taolo bu surada aytadi. Bu sura Tövbe'ninki 120. oyatida Allohninki yo'lida az bo'lsin, Allohning yo'lida açlık yoki Allah'ın yolunda uçurgan ussuzluk, açlık, muşakkat, düşmanın açığını keltirdiğin hakkında söz hareketler olsun. Bununla Allah'ın dargahida nəhayət katta ecir berildiğinliği sözleniyordu. Şuna insan yaxşı bir Allah'ın dargahida mukafati yaxşı bo'lgan bir amalni qilsam deydiken, bu dünyada düşmanlarga qarshi bir söz hareketini, faaliyetlerini to'xtatmaslik lazım. Hatta Allah yolunda qilgan har bir hareketlerge fakat taptana, minnet, eziyet deydiğen narsalar bo'lmaslik lazım. Üçüncü mühim nokta, az bolsun yoki ko'p bolsun Allah yolunda pul mal sarf qilish ve düşmanga zarar berish yo'lida basqan har bir musofa Allohning dargohida eng yaxshi mukofot berilgan amallar. To'rtinchi mühim nokta, düşmanga qarshi turish harakatiga umumiylik chiqish chaqirilganda bütün musulmonlarning safarbarlik atnaşı farz ayn bo'ladi. Ama ma'lum sondagi musulmonlar chiqishi bilan maqsad ado bo'ladigan faoliyatlar bo'lsa, bu farz kifoya bo'lib, bir turkum musulmonlar chiqsa, boshqalardan saqit bo'ladi. Chiqqanlar farzni ado qilganlikninki savobini oladi, chiqmaganlar bu savobdan mahrum qoladi. Hech kim chiqmasa, hammaylar farzni tark etish gunohiga patadi. Amma qanday harakatga umumiylik chiqish farz, qaysiga chiqish farz kifoya, yani qanday hareketlerge umumiylik chiqish farz ayn, qaysiga chiqish farz kifoya bu sharoitga qarab belgilandi. İslam ümmeti için cihat qanchalik muhim bo'lsa, ilm egallashma shunchalik muhim. Martu jihatdan ikkisi bir-biridan qilishmaydi. Shuning uchun Alloh taolo İslam ümmetining shariat o'rganishini deb jihatni ayrilib qilib gunohkor bo'lib qolmasligi, jihat qilishni deb şeriat o'rganishni mahrum qilib to'g'ri yo'ldan ezib ketmaslik uchun musulmonlarni ikki firqaga bo'lib, biriga Alloh taolaning yo'lida jihad qilishni, yana biriga Alloh taolaning dinida olim bo'lishni farz qilgan. Islomning mujohidlar bilan shariatning ulamolar bilan qo'g'dab kelgan. Xalqni bilmagan narsalarda ulamolarga murojaat qilishga buyurib, mundaq degan: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bilmagan narsalaringizda bilmasanglar, ilm ahlilaridan so'ranglar. Xulos qilib aytsak, barliq söz hareketlerinde Allah'tan haqiqiy qo'rqqan, imanida, davosida samimiy, rostchil bo'lgan, yolg'onchilar bilan emas, rostchilar bilan bir sapda turgan mu'minlar cho'qim Allohninki rahmati va yordamiga erisha oladi. Düşmanni rahatsız qiladigan har qanday cho'ng kichik faoliyatlarga qatnashish savob mukofoti cho'ng ibodat. Ammo har qanday ibodatning savobi minnet qilish, taptani qilish, eziyet qilish, ko'z-ko'z qilish qatorliq yomon illatlar bilan bekor bo'lib ketib qoladi. Allohning dargohida eng yaxshi mukofot beriladigan amal az bo'lsin, ko'p bo'lsin, Alloh yo'lida pul mal sarf qilib turish. Düşmanga zarb berish yo'liga qadam bosishdir. Düşmanga zarb berish yo'liga menish bilan musulmonlarning safosini yuqori ko'tarish niyatida bilim elish yo'liga menish martaba jihatda bir-biridan qilishmaydigan farz ibadet. Ahirda dünyanın her qaysi yerlerinde bir-biriga taptani qilishmasdan, eziyet qilishmasdan, zalim düşmanni qarshi faaliyetlerini elib berayotgan, bu yo'lda azjiq demay qurbi yetgancha pul mal sarf qilayotgan, millatning diniy va milliy safosini yuqori ko'tarish niyati bilan kecha-kunduz tirishib ilm olayotgan, farda orqasida turib unutunsiz xizmat qilayotgan barliq qarindoshlarimga, ustozlarimga Çin kalbimden hürmetimi bildiriş bilen sizinle ahırlaştırman. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.